Gvardeyskiy GAIdan Sanpiga qarab kelaverishimizda Sohibkor 1da joylashgan yo'l yuzidagi oq zapravkani ro'parasida 9 qavatli domimizni 4-qavatida joylashgan 3 xonali kvartiramizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Xonadonimizga kirib kelishingizda qadrli do'stlar, domofonlar qilingan, охранный sistemaligacha biriktirilgan o'rtoqlar, Wi-Fi ile подключение qilingan, uyimizni полностью под ключ, fransuzcha planirovka 72 kvadratdan iborat 9 qavatli domimizning 4-qavatida joylashgan. Birinchi xonamizni eng sevgan xonalarimizdan biri zalimiz, 1/7 balkon перепланировка qilingan. Bu yoqdan chiqishimizda navbatdagi xonamiz oshxona. Oshxonada ham kuxonniy garnituralar qilingan. Stroyniy mebel barchasi qoldiriladi va ikkita konditsioner bonus tariqasida beriladi. Bu yoqdan chiqib kelayotganimizda vanna formatda qilingan sanuzelimiz. Sanuzellarimiz razdelniy qilingan o'rtoqlar. Bu yoqdan chiqib kelayotganimizda родительский yotoqxonaga ko'zingiz tushadi. Planirovkalarimiz juda ham chiroyli, go'zal, gluxoy xonani o'zi yo'q. Bu yoqda детский yotoqxonamiz va bu yoqda bo'lsa o'zimizning уборный xonamiz joylashgan o'rtoqlar. 72 kvadratdan iborat, umumiy narxi 85 ming AQSh dollari belgilanyapti. Stroyniy mebellar qoldiriladi. Ikkita konditsioner bonus formatida beriladi va unga qo'shib eng zo'r fishkalardan biri yana bitta garaj sizlarga sovg'a tariqasida beriladi. Umumiy narxi 85 ming, yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joy bor. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.